O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining sport ijodiy birlashmasi davlat muassasasi ijodiy guruhi Jizzaxda sportchi yoshlar va murabbiylar bilan muloqotda bo'ldi. Uchrashuvda respublika va xalqaro musobaqalarni yoritishning bugungi holati va istiqbol imkoniyatlari haqida suhbat qilindi. Sportchilarimiz erishayotgan natijalar e'tirof etildi. Shu bilan birga tomoshabinlarga manzur bo'ladigan yangi teledasturlar tayyorlash bo'yicha takliflar ham o'rganildi. Sport ijodiy birlashmasi davlat muassasasi tarkibidagi sport va futbol telekanallari orqali mamlakatimiz va xorij sportiga oid yangiliklar, ko'rsatuvlar shu bilan birga aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etuvchi turli dasturlar efirga uzatib kelinadi. Qolaversa, teletomoshabinlar yurtimizda shuningdek xorijiy davlatlarda o'tkazilayotgan respublika va xalqaro musobaqalarni to'g'ridan-to'g'ri translyatsiyalar orqali jonli kuzatish imkoniyatlariga ega bo'lishmoqda. Albatta, bunda zamonaviy texnikalar, malakali ijodiy texnik jamoaning mehnati katta. Sport ijodiy birlashmasi davlat muassasasi ijodkorlari hududlarda sportga berilayotgan e'tiborni o'rganish bilan birga aholi, ayniqsa sportchilar bilan muloqotni ham yo'lga qo'ygan. Jizzaxda sportchilar va murabbiylar ishtirokida o'tkazilgan uchrashuvda musobaqalarni yoritishning bugungi imkoniyatlari, translyatsiya jarayonlarining yutuqlari va murakkabliklari xususida tushunchalar berildi. Xalqaro musobaqalarda sportchilarimiz erishayotgan natijalar ortida davlatimiz rahbari tomonidan sohaga berilayotgan katta e'tibor yotgani ta'kidlandi. Bu yutuqlar xalqimizga cheksiz faxr-iftixor berayotgani xalqaro musobaqalardan qaytgan sportchilarimizni kutib olish marosimlari misolida keltirib o'tildi. Bu jarayonda ham davlat muassasasi ijodiy jamoasi doim faol bo'lib kelayotgani muloqotda alohida qayd etildi. Ayniqsa xalqaro musobaqada yuqori natijaga erishgan sportchilarimiz jamoatchilik e'tiborida bo'ladi. Tabiiyki, jurnalistlar va blogerlar ular bilan tezroq muloqot qilishga shoshadilar. Shu ma'noda sportchilarimiz ommaviy axborot vositalari bilan muloqotga o'rganishlari, har tomonlama bilimli, ayniqsa xorijiy tillarni yaxshi bilish maqsadga muvofiq. Samimiy muloqotda sportchilarimizni tomoshabinlarga yaqindan tanishtirish, yoshlarga namuna sifatida ko'rsatishda u voyaga yetgan qishloq yoki mahallasidan to xalqaro musobaqagacha bo'lgan hayot yo'lini to'laroq yoritib beruvchi, ayollar boksini targ'ib etadigan alohida ko'rsatuvlar yo'lga qo'yilsa, tomoshabinlarga ham manzur bo'lishi kabi konstruktiv takliflar o'rtaga tashlandi. Uchrashuv so'ngida mehmonlar Jizzax viloyat yakkakurash sport turlariga ixtisoslashtirilgan sport maktabi bilan tanishtirildi. Qayd etish kerak, maktab jamoasi o'tgan 2 yil davomida tashabbusli byudjet loyihasidan 3 marotaba g'olib bo'lib, mini futbol va workout maydonlari tashkil etildi. Boks zali ham mukammal ta'mirlandi. Bu kabi o'zgarishlar sport arenalaridagi natijalarda namoyon. O'tgan yil sport maktabi shug'ullanuvchilari musobaqalarda jami 183 ta medalni jamg'arishga erishgan. Mehmonlar mavjud sharoit bilan tanishish asnosida imkoniyatlarga yuqori baho berdilar.